Assalamu alaikum hürmetli televizyon kögüçüler. Uygur televizyonunun gündelik haberlerini görüşünle karşılamaz. Oldu bilen haberlerimizden mühim mezmunlarını tanıştırmaz. Yeni bir Şərq Türkistanlıq ceza lagerlerinde can üzdi. Çinjiango özünü halaket geçirmekte. Xitay Qağılıq nayisinin Çipan daryası boyudaki yazılarını köçürüşke başlagan. Xitay hükümetinin yalğancılığını paş qilish üçün Cenevada keng ko'lamlik namoyish o'tkazildi. Mursining o'g'li o'zini yolg'iz tashlab qo'ymagan barliq kishilarga rahmat etdi. Tövəndə diqqətinizə xəbərlərimizdən təfsili məzmunlarda bo'lsin. Washingtondagi Uyg'ur kishilik huquq va demokratiya fondining tor betida xabar qilinishicha, 10 necha yil ilgari Turkiyaga tuqqan yo'qlab qolgan Qaharjon Qavul o'ltir 7-oyda Aqsuda tutqun qilinib, 11-oyning oxiri lagerda jon uzgan. Ma'lum bo'lishicha, o'tgan yili 41 yoshga kirgan 2 bolasi bo'lgan Qaharjon Qavul dastlabda telefonidan masala chiqib tutqun qilingan. So'roq jarayonida uning Turkiyaga tuqqan yo'qlab qolganligi oshkorlanib, keyin qistoq qilingan. Uyg'ur kishilik huquq va demokratiya fondining mazkur xabarida bayon qilinishicha, fondi jamiyatining xodimlari Dunyo Uyg'ur qurultiyining sobiq raisi Rabiya Qodir xonimning oila tavobotining ahvolini aniqlash davomida, jumladan cho'ng o'g'li Qahar Abdurahimning ahvolini surishtiruv davomida Aqsu shahar ichidagi yana bir Qahar ismli kishi, ya'ni Qaharjon Qavulning lagerda o'lganligi oshkorlangan. Uyg'ur kishilik huquq va demokratiya fondining tor betidagi mazkur xabarda bayon qilinishicha, 41 yoshli Qaharjon Qavulning asli kasbi shoför bo'lib, u bultur 7-oyning o'rta va oxirlari tutqun qilinib, 11-oyning o'rta va oxirlari, ya'ni texi lagerdan qo'yib berilmay turibla hayotidan ayrilgan. Aqsudagi aloqador xodimlar Qaharjon Qavul haqida gap qilishdan o'zlarini qochirsa-mu, lekin hech qaysi uning lagerda o'lganligini inkor qilmagan. Yana uning normal yashayotganligi haqida eg'iz ochmagan. Uyg'ur kishilik huquq va demokratiya fondining vaziyatdan xabardor kishilardan egallashicha, Qaharjon Qavul lagerda qiyin qistoq sababli hushidan ketgandan keyin doktorxonaga opirilgan va doktorxonada qutqizish unum bermay hayotidan ayrilgan. Ammo hozirgacha bo'lgan aniqlash davomida uning doktorxonaga opirilganligi texi dalillanmagan. Xitoy hukumatining Sharq Turkistondagi bostirishlarga qarata Amerika va boshqa g'arb ellari qattiq norozilik bildirayotgan bir mezgilda Xitoy doiralari Urumchida Xitoycha alohidalikka ega sotsializm qurish bo'yicha Xinjiangda bexatar va tinch muhit barpo qilish temasida soqchi xizmat yig'ini ochilgan. Yig'inga atalmish Uyg'ur Abnum rayonlik partikomining sekretari Chinchuango riyosatchilik qilgan. 19-iyun ochilgan mazkur yig'inda Chinchuango rayonidagi barliq soqchi xodimlaridan Xi Jinping yadroligidagi partiya markaziy komitetining atalmish Xinjiangni idora qilish bosh strategiyasini qattiq ijro qilish, jamiyat muqimligini qat'iy saqlashni talab qilib, Xinjiangdagi soqchi xizmatida yangi vaziyatni barpo qilishni alohida ta'kidlab, soqchi organlarining atalmish tinch va amin Xinjiang barpo qilishda o'ynagan rolini mutlaq muayyanlashtirib, ularni yangi davrdagi soqchilarning xizmat burchiga asosan Xinjiangni idora qilish strategiyasiga tayinib, tinch va amin Xinjiang barpo qilish nishonida oxirgacha ching turishga undagan. Beijing Bahari jurnalining muharriri Xu Pingning bildirishicha, allaqachon soqchi davlatiga aylangan Sharq Turkistonda ochilgan soqchi xizmat yig'ini amaliyotda butkul rayonni cho'ng bir usti ochiq turmaga aylantirishdan boshqa narsa emasligini, bundaq vaziyat mangu davomlashmaydiganligini, tarixdan buyon o'z xalqini rahimsiz bostirgan hukmronlar uzoq umr suramaganligini, bir millatni madaniyat jihatdan yo'q qilish qilin 100 yil ketadigan tursa, uni butunlay yo'q qilish mumkin bo'lmaydigan ish. Chinchuangoning atalmish Xinjiangda soqchi xizmat yig'ini ichishi o'zini o'zi halokatga kitirganlik bilan barobar. Shundaqla o'zining keyiniga qaytqudak imkoniyatni qoldirmayotidi degan. Xitoy doiralari Qağılıq nayisining Qaraqurum tog'laridan eqib tushadigan Çipan daryosi bo'yidagi bo'stonliqlarga joylashgan Uyg'ur yezilarini ko'chirishga boshlagan. Kashmirdan boshlanadigan Çipan daryosi Qağılıqning 70 kilometr g'arbiy janubidan eqib o'tib, Yarkan daryosi qo'yiladi. Uyg'urlar avloddan avlodga daryoning ikki qirg'og'idagi bo'stonliqlarda yez kentlarni qurib, dehqonchilik va chorvachilik bilan shug'ullanib kelgan. Lekin Xitoy taratqullarining xabar qilishicha, 23-iyundan boshlab daryo qasniqidagi Çipan qatorliq 3 yez bozorining yerlik fuqarolarini 110 kilometr yiroqlikdagi Aqtash degan tuzlanglik rayonga ko'chirgan. 23-iyun kuni dastlabki qadamda Çipan yezining 9-kentida o'ltirishliq 110 nafar aholi Aqtashga ko'chirilgan. Xitoy markaziy televiziya stansiyasining xabarida qayd qilinishicha, Xitoy doiralarining planida bu vodidagi Çipanni o'z ichiga olgan 3 yez bozordan 1448 tutun, 5600 namrat aholi Aqtashga ko'chirilgan. Xabarda bu yerdagi aholilarning oxirgi ko'chish tayyorliklarini bitirib bo'lganligi ta'kidlangan. Xitoy hukumati 2018-yili atalmish namratlarni ko'chirib qutqizish qurilishiga 1 milliard 800 million yuan xalq puli ajratib, 30 ming aholini ko'chirishni planlagan. Xitoy taratqullarining ilgari surishicha, hukumat bu yillik ko'chirish qurilishiga 1 milliard yuan mablag' ajratgan ekan. Xitoyning atalmish namratlarni ko'chirib qutqizish qurilishi Uyg'ur tashkilotlarining izchil tanqidiga uchrab, Xitoy hukumatining Uyg'urlarni ko'chirishidagi haqiqiy g'arazi ularni chegara bo'yi, tog'liq rayon,
daryo yaqinlaridagi strategik joylardan yiroqlashtirib, unumli kontrol qilg'ili bo'ladigan rayonlarga yig'ish. Bu orqali ularni osmolasiya qilishni osonlashtirish ekanligi bildirilgan. Yigirma 4 iyun Shveysariyaning Jeneva shahridagi Birlashgan Davlatlar Tashkilotining oldida Xitoyning yolg'onchiligini fosh qilish uchun keng ko'lamli namoyish o'tkazilgan bo'lib, Norvegiya, Fransiya, Gollandiya, Belgiya, Shvetsiya, Germaniya, Avstriyadagi Uyg'ur jamiyatlari va shaxslar qatnashgan. Mazkur namoyish 5-iyul qirg'inchiligining 10 yilligini xotirlash bilan Dunyo Uyg'ur qurultiyi tomonidan o'rlashtirilgan bo'lib, bu vaqtda Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqun Aysa apandim atalmish Şinjan Uyg'ur avtonom rayonining muavin raisi Erkin To'niyazning Birlashgan Davlatlar Tashkilotida vatanimizda Uyg'urlar vaziyatining nihoyat yaxshi ketayotganligi va jazo lagerlarining yo'qligi haqida doklad bermoqchi bo'lgan. Hamda namoyishning o'rlashtirilishidan xabardor bo'lgan Xitoy Erkin To'niyazning doklad berishini amaldan qoldirgan. Namoyishchi qarindoshlarimizning ovozi yo'ldan o'tgan yo'lovchilarning alohida diqqatini tortgan bo'lib, har biri to'xtab namoyish uchun qo'yilgan lozunka va rasmlarni tafsili ko'rib, o'zlarining qo'llaydiganligini bildirishgan. Muhammad Mursining sud zalida hayotidan ayrilgan. Davlatning demokratik saylam orqali hokimiyat beshiq kelgan tunji prezidenti marhum Muhammad Mursining o'g'li Abdullah Mursi Al Jazeera kanaliga bayonot berib, oldi bilan Turkiya Cumhuriyet Raisi Recep Tayyip Erdoğan, Qatar amiri Sheikh Tamim, Malayziya hukumatining raisi va Tunisning sobiq prezidenti Munsif Al-Marzuqi qatorliqlarning o'zlarini yolg'iz tashlab qo'ymaganligiga rahmat etdi. Shundaqla Misr doiralarining dadisi uchun ta'ziya murosimi o'tkazishga ruxsat qilmaganligini, Masjid Aqsoda g'oyibona janoza namozi o'qilganligini eskartdi. Misrning demokratik yo'llar bilan saylangan tunji prezidenti Muhammad Mursi Vadinna Turun turmasidan qochish va Hamas uchun jasuslik qilish jinoyati bilan ayblanib, 17-iyun sud maydonida bu dunyo bilan vidolashgan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.